أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Aziz o'quvchi, Muallim Thani kitobimizni bugun jim harfiga kelib to'xtagan edik. Jim harfi tilimizni o'rtasidan yuqori tanglakka tegib chiqadi. Ajji. Tegib birdaniga ovoz otib chiqadi. Shuning uchun ham sukun holatda qalqala bor. Ya'ni mahraj yopilib qoladi. Shuning uchun ham bu jahriy sukun holatda yopilib qolganligi uchun otilib, ya'ni tebranib chiqadi. Keyin til pastga munfatih, og'iz ochiq turadi. Keyin mustafil desak til pastga, ya'ni ingichka harflardan. Shuning uchun ham jo demaymiz, ja deymiz. Ja. Demak, jim harfimiz ha harfining ostidagi bitta nuqta bor. Ha, xo, uchta bor-ku bizda. Ha bor, jim bor va xo bor. Nima bilan farq qiladi? Hada hech qanday nuqta yo'q. Xoda esa yuqorida nuqta bor, jimda esa ostida nuqta bo'ladi. Jim fathali bo'lsa ja deyiladi. Ja. Ja emas, ja. Tilda o'rtasidan chiqish kerak. Ji, ju. Demak, ja, ji, ju. Jam. Mim qalqalib qolmasin. Jam. Jar. Jar. Jin. Jin. Jab. Jab. Jul. Jul. Jabal. 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 Jamal. Jamal. Mana bu yerda jim harfimiz sukun bilan kelyapti. Unda qalqala bo'ladi. Ajr, ajru, 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 ajru demaymiz, ajr qalqala qilamiz, ya'ni tebratamiz. Ajr, ajru, ajru, fajru, fajru, jawhar, ro'yg'on bo'lsin. Jawhar. Jawhar. Jawrab. 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 Tajawraba. Tajawraba. Tajawraba deb ba'zi cho'zib qo'ymayman. Faqat bir harakat shu fathani bildirsak bo'ldi. Tajawraba. Yatajawrabu. 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 Istajlaba. Jada qalqala qiling. Istajlaba. Istajlaba. Yastajlibu. 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 Demak, jim harfini ham bilib oldik. Allohim manfaatli qilgan bo'lsin. Fasubhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.